Axun akam nima qiladi? Abdori Abduvali Ayub. Kichigimda Axun akam nima qiladi? Tikib sökib ish qiladi deydigan cho'nglarning bir naqlisini anglagan. Axun akam degan o'zbek qarindoshlarning bizlarni kinoyalik atishi edi. Bundaq kinoylarda Axun aka degan ahmoq, didsiz, kaltpam degandek ma'noda keladi. Manga yaqindan beri bo'layotgan Uyg'ur damdoq turkmi, Uyg'urcha damdoq Kashg'ari turkchisimi, Uyg'ur davosi damdoq Turkiston davosimi degan muloyizlar Axun akamning tikib so'kishlarini asıltıdı. Yaqindan beri ba'zi sarxil va avomga mansub aktivlar qilgan Uyg'ur desak millatchi, avtonomchi bo'lib qolamiz. Shunga Sharqi Turkistonlik deyish kerak. Uyg'ur davosi degan etnik guruhining davosi. U bizga avtonomiya ilib keladi. Mustaqilchi ajdodlar Türk ulosining davosini qilgan. Shunga Uyg'urlik emas, Türklik davosi qilamiz. Tilimizni Uyg'urcha emas, Qashqar turkchisi deymiz. Degandek so'zlarni, nutqlarni va suhbatlarni angladim. Men qutuplik tafakkur va qutuplik reallik degan bir maqolamda kishilarimizning masalani doim qarama-qarshi ikki qutupga ayirib o'ylashga ko'ndirilganligini yozgan edim. Bir mezgil vatanda biz musulmonmi, Uyg'urmi, qilg'inimiz bid'atmi, sunnatmi degan talash tortishlar avj olgan. Hatto bir-birini cheqishga, so'litishga sabab bo'lgan edi. Muhojiratda bir mezgil mustaqilchi, avtonomiyachi talash tortish chiqdi. Bir qism kishilar shundoq satlashdiki, bir-birini burni quloqlargacha to'yg'izib etdi. Gerçi maqolamda kishilarning nima uchun bir masalani doim ikki qutubga bo'lib o'ylab, ikki qutubga bo'linib, munozir qilib, ikki safga ayrilib kurash qiladiganligini tushuntirgan bo'lsam-mu, masalani tushuntirganlik hal qilganlik emas ekan. Amaliyotda biz cho'qim turk bo'lib, Uyg'ur bo'lmasligimiz shart emas. Biz Türk dünyasının a'zosi. Tilimiz Türkiy tillarga mansub. Madaniyatimiz Türkiy millatlardan bo'lgan qarindoshlarimizga yaqin. Biz madaniyat, tarix va psixik alaydiliklar jihatda turk. Ammo milliy kimlik, siyosiy kimlik jihatda turk emas. Turk deganlik hozirgi Turkiyada yashaydigan turk tillarning o'g'iz shoxchisiga tava tilda so'zlaydigan bir xalq. U yana Turkiyada puhralik salohiyati bilan yashayotgan kishilarning salohiyati. To'g'ri, tarixda turk degan barliq turkiy tillarda so'zlaydigan xalqlarni ko'rsatgan. Ammo tarixda yana barliq turkiy tillarda so'zlaydigan xalqlar Uyg'ur deb atalgan. Bo'libmi Uyg'ur imperiyasi davrida. Halbuki biz tarixda yashamayapmiz. Hozir dunyoda turk desa, kishilar tabiiy holda Turkiyani ko'z oldiga keltirdi. Hech kim Uyg'ur degan millatni ko'z oldiga keltira olmaydi. Turkiya degan bu ism Türk degan millat bilan qon bilan go'shtdek birlashib ketgan. Biz o'zimizni madaniyat jihatda turk desak bo'ladi. Ammo siyosiy jihatda, kimlik va puhralik jihatda ming qatim undaq desakmi oqmaydi. Shunga hozir Uyg'ur ayrim, turk ayrim. Tilimizni cho'qim Qashg'ari turkchisi deb Uyg'urcha emas deyishimiz behojat. Chunki tilimiz tarixda Qashqar turkchisi deb atalgan.
tilimiz Mahmud Qashqari davrida barliq turkiy tillarning o'lchimi adabiy tili bo'lgan. Tilimiz tarixda barliq turkiy xalqlarning o'rtaq adabiy tili bo'lg'achqa, Qashqar turkiy xalqlar madaniyatining markazi bo'lg'achqa, Kashgar turkchisi deb atalgan. Halbuki hozir Qashqar barliq turkiy millatlarning madaniyat markazi emas. Kashgar turkchisining davomi bo'lgan Uyg'ur tilimi barliq turkiy qavmlarning o'rtaq adabiy tili emas. Hozirgi vaziyatda tarix bilan bugunni aralashtirib qo'yish yoki tarixga qaytish qizg'inligi fikrimizni mashg'ul qilmasligi kerak. Tarixda Mamtimin Bug'ra qatorliq ulug'larning turklik davos qilg'ini amalga oshmagan bo'lsa-mu, shu davrda amaliyotga uyg'un edi. Endi bugun biz bo'g'inlarimizning mustaqillik safarini davom qilamiz deb turklik davos qilsak, amaliyotga uyg'un emas. Turklik davosi bizni mustaqillikqa, Uyg'urlik davosi bizni avtonomiyaga boshlaydi deyish amaliyotga, mantiqiga uyg'un emas. Chunki Mamtimin Bug'ra davrida millatlar bugünkidek aniq ayrilmagan. U chaqda G'uljida Qozoq oblast, O'rta Osiyoda Qozog'iston davlati mustaqil mavjud emas edi. Qozoq millatchiligi, Qirg'iz millatchiligi bugungi kuchlik holatda emas edi. Shu tarixda turk deyish birlik hosil qilishga foydali edi. Ammo bugun undaq bir foyda ko'z oldimizda yo'q. Biz Qizil suvdagi Qirg'izni, Oltoydagi Qozoqni san turk desak oqmaydi. Ularmi bizni Uyg'ur deydi, turk demaydi. Biz tarix bilan amaliyotni aralashtirib, bo'g'inlarimiz deganni bugunmi deymiz desak, millatni qaymoqtirmiz. Buni tarixchilar, ziyolilar o'zaro deyishib olsa, muhokama yig'inlarda munozir qilishga bo'ladi. Ammo bu tarixdan foydalanib bugungi yetakchilik qilish, imizga silish, reallikni inkor qilish, tarixni naql qilib bugunni qayta qurmoqchi bo'lish ko'z oldimizda qiladigan muhim ishlar sifatida millatga sunilmasligi, masala paydo qilmasligi, zaruriyat sanalmasligi kerak. Bugun turklik davosini mustaqillik davosi, islom davosi deb g'oyivlashtirib, uni Uyg'urlik davosiga zidlashtirish, Turkiston davosini Uyg'ur davosiga qarshi o'lish davosi qilib qo'yishning tegida bir bo'lsa g'oyparastlik bor, xiyolparastlik bor. Undan boshqa intayin oz kishilarda Erkin Osiyo radiosi va Dunyo Uyg'ur qurultayini qarlashma mavjud. Ba'zilarning xiyolida Erkin Osiyo radiosi Dunyo Uyg'ur qurultayiga xizmat qiladi. Dunyo Uyg'ur qurultayiga o'chman kishilarda do'qning faoliyatlarini avtonomiya yo'li deb qaralash, uning xizmatlarini millatni xatoga yetaklaydi deb yo'q chiqarishdan iborat bir g'um bor. Chunki faqat Erkin Osiyolar axborotchilik qoidasi nuqtasidan chiqib, Sharq Turkiston demasdan Uyg'ur eli deydi. Faqat Dunyo Uyg'ur qurultayining ismidala Sharq Turkiston degan turklik davosiga simvol bo'ladigan so'zi yo'q. Uyg'ur tilida "axunum" ilm ahliga qartilgan so'z. Bugunning ziyolilari balkim ayni davrning axunumlar bo'lishi mumkin. Biz bir ziyoli bo'lish sifatimiz bilan tarix bilan bugunni, amaliyat bilan xiyolni, orzu bilan nishonni, niyat bilan zaruriyatni aralashtirib qo'ymasligimiz kerak. Tarixda
Кашығар түрікчісі аталған тіліміздің бүгін ұйғырча атылып болғанлығыны бір тәтқиқат сүпітіде қобыл қылмасақ болуды. Әмма оны қобыл қылмаслықны millatning nishonidek o'ttirg'i qo'yish behuda. O'zimizni Uyg'ur demay Turk deyishni niyat qilsak bo'ladi. Ammo uni millatga zaruriyat sifatida sunishning foydasi yo'q. Uyg'ur davosini qilmay Turkistonning turklik davosini yoki Turk islom madaniyatining davosini orzu qilsak bo'ladi. Әмма Уйғырның davasını qilganlikni avtonomiyachilik deb töhmət qilsaq bo'lmaydi. Bir ziyoli axunim bo'lish sifatimiz bilan ishimiz tikish, terish, önüm hosil qilish bo'lsa bo'ladi. Ammo söküş, bösüş, barni yo'q qilib qayta qurishga urinish bo'lsa, aqlga uyg'un bo'lmaganning ustiga başqalarning ahun akam degandek masxirsiga yana qilishimiz mumkin. Tugidi. 2019 yil 4 may Parij.